Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun NID haqida gapirib o'tmoqchiman, ya'ni nikotin amid B3 vitamin haqida. Bu preparat meditsina uchun yangilik emas. Oldindan ham bu isbotlanib topilgan preparat hisoblanadi. Ya'ni og'ir onkologik kasalliklardan keyin organizmni tiklashda, Coviddan keyin organizmni tiklashda, operatsiyalardan keyin organizmni tiklashda bu preparatdan ko'p foydalanib kelingan. Hozirda endi bu kosmetologiyada organizmni yoshartirish uchun, qarilikni oldini olish uchun ishlatilyapti. Instagram auditoriya ikkiga bo'lingan, hammalaringiz bilsanglar kerak. Kimdir bu preparatni zararli desa, kimdir foydali deyiladi. To'g'ri, hamma preparatning ham foydali, zararli taraflari bor. Agar kerakli dozada, vrach nazorati ostida qilinsa, bu preparatdan super effekt olish